Lüksemizin devamı Bugünkü islahış ki ben 22 yıl 5. ayının 1. günü vatandaş. Endiki mavzumuz da. Demek başta ettik, Rusya Kiev şehri hücum kılıştan allaqaça vazgeçti. Avval strategik nişandan arqa çekindi. Növbet Kreml sarayı yana bir qata tallaşqa duch keldi. Rusya armiyasi Ukrainanın şərqida hücum qozğudu. Amerika başçılığında 40 davlatning harbiy işlayığını dərhal o'ttirg'i chiqdi. Birleşme Armiyaning aldınqı saf komandanlığı şekillendi. Bir meydan xorotoş xarakterlik urush Rusyani laqturib tashlaydi. Rusya armiyasi Ukrainada qo'llab chiqarilsa-mu, Rusya armiyasi tartgan talafotlar tufayli yani urush qilishga iqtidori yetmaydi. Ukrainadan chekinishga majbur bo'ladi. Rusya'nın harbiy kuchi degan nima endi? Mavjud bo'lmaydi. Rusya'nın iqtisodi yetmi tushuk bo'lib ketadi. Endi qad ko'tarilmaydi. Xalqaro siyosat sahnasida Rusya cho'ng davlatlik o'rnidan ayrilib qoladi. Shuningga o'xshash urush vaziyati Rusya Afg'oniston tajovuz qilib kirgan chaqlarda bir qatim yuz bergan edi. Va Rusya yemirilishning bir sababi bo'lib qolgan. Rusya Federatsiyasi Ukrainaga tajovuz qilib kirgan bu ish bilan chaq-chakidan bo'silib ketadi. Bundaq bir mumkinlikni chetga qoqqilib bo'lmaydiki, Kreml sarayining xo'jayini saqlang'ida bo'lmaydigan bir darajada olmishidi. Rusya rahbari tahdidini birlikda tugishimiz deyishyapti. Yadro qurollari ishlatishdan ayonmaymiz deyishyapti. Amerika va G'arb dunyosi og'ir jarohat paydo qilamdi yo'q. Biroq Rossiyada rahbarlarning hayotlik taqdirining nima bo'lishidan saqlab qolg'ilib bo'lmaydi. Rusya rahbarlari balki Rusya'nın hayatı ve takdirini ve Rusya bu devletinin munqariz buluş takdirini dağıtıkıvatıdır. Lekin özünün hayatını dağıtıkışını cümleden yukarı katlam harbiy generallarının özünün hayatını dağıtıkışını tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Bu xuddi Jungo Kompartiyasi rahbarlarining general marshallarining yadro urushini tanlashga duch kelganida tutgan o'rniga o'xshash. Rusiyaning muntazam harbiy ishlarda mag'lub bo'lish oqibati Kreml sarayi rahbarlarining siyosiy hayotini yo'q qilishi mumkin. Lekin ular o'zining jonini saqlab qolish kerak-da. Rusya Ukrainadan tashabbuskorlik bilan askar chekindirishi mumkinmi? Agar Kreml sarayi sagak bo'ladigan bo'lsa, Ukraina urushida mag'lub bo'ladigan oqibatni bilishi kerak. Mushundaq paytda tashabbuskorlik bilan askar chekindirish nihoyat oqilona harakatdir. Hiç bo'lmaganda amaliy kuchini ozroq saqlab qoladi. Rusya rahbarlari millatchilikka davomli tayinib, vaqtliq bo'lsin o'zining navbatdagi siyosiy o'rnini saqlab qoladi. Ukraina rahbarlari shuni tunib yetdiki, mushu paytda 40 davlatning qo'llashiga erishganligi Ukrainaga o'ng'ay kelmaydigan bir fursatdir. Bu fursat qo'ldan ketgan yerlarni qaytarib ola oladi. Bu fursatda qo'ldan ketgan yerlar masalan Krimiyadek yerlarni qaytarib ola oladi. Ukrainaning egilik huquqi va xalqaro o'rniga asos tiklaydi. Urushdan keyin Ukrainani qayta qurishga G'arb dunyosi cho'qim yordam berdi. Jungo ko'p tanlashga o'rin qolmadi.
Rusiyanın talış çokum Cüngü Kompartiyasının tallışı təsir görüşsüdür. Seliş durğanda Cüngü Kompartiyasının tallışı bu intayin çekliktir. Devamlı anlaşılır vatandaşlar.